Bizni faqat bizdan ko'ra ko'proq shug'ullanadigan raqib mag'lub etishi mumkin. Lekin bizdan ko'ra ko'proq shug'ullanadigan raqib yo'q. Islom, o'z tajribangdan va bilimingdan kelib chiqqan holda Chankoga qanday maslahat bergan bo'larding? To'g'risi, bu haqida Chankoga aytganman. Intervyularimdan birida ham bu mavzuga to'xtalib o'tgandim. Agar haypning ortidan quvadigan bo'lsang, bu katta xato bo'ladi. Bilaman, Chanko hozircha mediada mashhurlik va taniqlilik bilan kurashish uchun kerakli tajribaga ega emas. Bu juda ham qiyin. Agar kimdir uni tanishlari va mashhur bo'lish uchun harakat qiladigan bo'lsa, bu katta xato. Va aynan shu narsa kelajakda uning faoliyatida unga qarshi ishlashi mumkin. Chanko faqat qattiq mehnat qilish kerak, zalda ishlash kerak. Mediadagi mashhurlik va boshqa narsalar o'z-o'zidan keladi. U shunchaki bor e'tiborni o'z ishiga qaratish kerak. Sababi, agar mening faoliyatimni oladigan bo'lsak, men allaqachon universitetni tugatib bo'ldim. Ya'ni men bu o'yinni o'tib bo'ldim. Chanko esa endigina maktabga borishni boshladi. U maktabni tugatishi, undan keyin esa universitetga o'tish kerak. Uning faoliyati endi boshlanyapti, yo'l esa uzoq. Shunchaki qattiq mehnat va boshqalardan ko'proq ishlash kerak. Bizni faqat bizdan ko'ra ko'proq shug'ullanadigan raqib mag'lub etishi mumkin. Lekin bizdan ko'ra ko'proq shug'ullanadigan raqib yo'q. Chanko, shuning uchun ingliz tilini o'rgan, shu zalda shug'ullan, shu zalda ovqatlan, restoran yurma. Ana u ko'chadagi shubhali ishlaringni ham yig'ishtir. Hammasi yaxshi bo'ladi.